o'sha Amerikaga kirib kelgan immigrantni ahvoli juda og'ir bo'ladi. Har bitta kuni uni har bitta bosib yurgan qadami juda qiyinchilik. Hamma ham S-klass ololmaydi. Yoki bo'lmasa hamma ham boy bo'lib olmaydi-da. Nima uchun? Eng achinarlisi o'lim holatlari ko'p bo'ladi. Bizda immigrantlarni bitta tushunchasi advokatim bor va u hamma narsani hal qiladi. Yo'q, u tushuncha endi ishlamayapti. Chunki advokat hech narsani hal qila olmayapti. Endi hamma shunaqa sizdagi moshada yurmayapti. Nimaga hamma ham bunaqa qisqa vaqt ichida otasiga moshina olib bera olmayapti? Holatim juda ayanchli bo'lgan. Men даже o'sha ketadi ham deb aytishgan doktorlar. Lekin Xudoning qudratini qarang, men hozir Amerikadaman. Men to o'sha natijalarimga erishmaguncha men kechqurun kech uxlab, ertalab barvaqt turadigan odamman. Yo'q, men xohlagan narsa yo'q. Bu yerda yo'qlar, tushundingmi? Xo'p, mana katta kompaniya qildik, gap yo'q. Millionni biznes qildik. Mana senga IMG bir bola mashinalarda yuramiz. И что deyaptilar? Что? Nima uchun bular hammasi? Agar meni ota-onam O'zbekistonda tursalar-yu, men ota-onamga borib bir piyola choy uzata olmasam, oshqi bera olmasam, nimaga kerak bular hammasi menga deyaptilar. U sabab har kun men bilan yashaydi ekan. Amerikaga kelganim kunidan boshlab u sabab har kun men bilan yashaydi. Bu yerdagi mana shuncha topgan hamma narsa uni o'rnini to'ldira olmaydi. Lekin bir narsadan qo'rqish kerak, rizqim juda ko'p kelgan payti xavfliligi shu oxirgisi bo'lishi ham mumkin-da. Risk qilish kerak dedingiz-ku. Qanaqa eng katta risk qildingiz mana siz Amerikada eng katta qilganingiz? Boshiga qanaqadir mushkulot tushib qoldi, o'sha ishga muhtoj bo'lib qoldi yoki sog'lig'ida yomonlik bo'lib qoldi, больницаga tushib qoldi, hech kimi yo'q Amerikada. Qiynalib qoldi. O'sha insonlarga biz birinchi qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. U nito ana bo'ladi-da. Chunki buncha qiyinchilikdan keyin bunaqangi omad kelishi bu xuddi bir kinolarga o'xshaydi, bir ertakka o'xshaganda. Aka, siz politsiyamisiz? Qanday to'g'ri tushuntirasiz? Qanday tanishtirsak bo'ladi? Bilmadim, politsiyman degan aka. Yo'q, men politsiyskiy emas. Endi nima aytadi bu formangiz aka? Bu formangizdan ozgina odam cho'chiyapti lekin. Bu yozyapsizmi o'sha? Yo'q, hali просто repetitsiyada. Ha, yo'q, cho'chimang. Yo'q aka, ketdi. Ketdimi? Formangiz nima aytadi aka? Qanaqa forma bu? Bu forma bu juda ham nima desam, juda ham seriozli ahamiyatga ega bo'lgan forma aslida. Lekin bu forma faqat yaxshilikka xizmat qiladigan forma. Bu formani asl ma'nosi biz o'sha mana shu jamiyatdagi barcha insonlarga qiyin vaziyatda qolganlarida birinchi yordamga kelish masalasida. Bu qaysi masalada bo'lishi mumkin? Birovni boshiga qanaqadir mushkulot tushib qoldi, o'sha ishga muhtoj bo'lib qoldi yoki sog'lig'ida yomonlik bo'lib qoldi, больницаga tushib qoldi, hech kimi yo'q Amerikada, qiynalib qoldi. O'shalarga, o'sha insonlarga biz birinchi qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va shu bilan birgalikda biz o'sha har bir shtat politsiyasi bilan bizni supervizorlarimiz bog'langan holatda ishlaydi. O'sha bizni zabonda so'zlashuvchi insonlarga mushkul holatlarga tushib qolganda o'sha politsiya bilan bog'liq yoki boshqa holatlar bilan bog'liq bizga aloqaga chiqishadi. Biz borib o'sha tarjimalar yoki bo'lmasa o'sha ularni qarindoshlarini topish yoki yaqinlarini topish bilan ham shug'ullanamiz. Bu bir misol ma'nosida aytmoqchiman. Nyu-Yorkda shunday holat bo'layapti. Bizga kechasi telefon bo'layapti. Sizlarning communitydan bir qiz больницада yotibdi, o'zini tanimaydi, o'zini bilmaydi va yonida hech qanaqa hujjatlari yo'q. U hech narsani eslolmayapti. Va politsiya uni hech qanaqa hujjat va telefoni yo'qligi uchun kimga aloqaga chiqishni ham bilmay, mana shu chaplinlarga chiqyapti, territorialniy va bizga telefon bo'lyapti. O'shanda shaxsan o'zim borganman o'sha больницаga, o'sha kishi bilan uchrashib, keyin eslaganlar, u kishi metroga tushganda qanaqadir toblari qochib
hushdan ketib qoladilar. Hushdan ketib qolgan holatda u kishi yiqilgan va u yerda o'sha yiqilib yotgan kishini hamma narsasini o'g'irlab ketishgan. Ham bu hech narsalari yo'q. O'g'irlab ketishgan va u kishi o'zlariga kelgandan keyin esladilar, borib qayerda nima o'sha ближайший prizinga borib bir ikkita narsalarni topishga harakat qildik, topdik. Keyin o'sha qarindosh urug'lari bor ekan, o'shalarga olib borib yetkazdirib topshirdik. Va u kishini endi qolgan ishda o'sha shifokorlar u kishini psixologiyasi bilan shug'ullanib. Keyin ko'p holatlarda eng achinarlisi o'lim holatlari ko'p bo'ladi. Ya'ni o'lim holatlari bo'liblar yoshlar o'rtasida. Mana yaqinda Filadelfiyada bir voqea bo'ldi. Yosh bolalar mana shu atrofda o'zini Vava degan o'sha supermarket markazi shu atrofda to'planishadi. U gas stationda endi u yerda har xil millat vakillari bo'ladi. Endi u yerda Ukrain, Rus, O'zbek, Qirg'iz, o'sha bolalar, yosh bolalar ko'pincha to'planib o'tirishadi. Va o'sha yerda bitta o'zimiz samarqandlik bola, yosh 16-17 yoshlik bola nimadir deb baqirib gapirib qo'yadi va bitta Ukrain millatiga maxsus bo'lgan bir shaxs keladi. Shu yerda ikkovi gap talashib qolgan holda bir mush uradi, xolos o'sha bola. O'zimizda o'zbek bolani. U yiqiladi-da, shu bilan bolnitsada ancha vaqt komada yotdi-yu, jon berdi. O'sha bir mush evazi uni hayotini o'sha hal qilib qo'ydi-da. Endi uni biz boramiz, uni oilasi bilan gaplashamiz. Biz ham din vakillari sifatida-da biz endi ham ularga o'sha taskinlik berishga, qandaydir qalblarini yumshatib tushuntirishga harakat qilamiz. Endi u ham katta energiya talab qiladi. Unda u odamdagi og'irlikni olib chiqib ketasiz-da, u holat ko'p bo'ladi. Va o'tirib o'ylaymizki, bolani Amerikada eng nima desam, aktual bo'lgan mavzulardan bittasi, ya'ni bola tarbiyasi, bolani nazorati. Bu qiyin masala umuman. Shuning uchun biz ko'p tadbirlar bo'lganda ham ishtirok etamiz va aytamiz, o'sha bolalaringni iloji boricha nazorat qilinglar, chunki ko'p voqealar bo'lyapti. Mana oddiy misol, yana bir shunday voqea bo'lyapti, bizga telefon qilyapti, biz chiqib profilaktik suhbatlar o'tkazdik politsiyalar bilan. Ochiq turgan mashinani ikkita o'spirin o'g'irlab ketyapti. O'zimiznikilar. Ular hamma narsasi joy-joyida, oilalari juda ham o'ziga to'q. Ular bu mashina o'g'irlaydigan darajadagi bu sho'xlik. Bolalarning o'rtasida qanaqadir o'zini ko'rsatishlikmi yoki bo'lmasa vibe shunaqa sho'xlik. Sho'xlik. Lekin buni oqibati yomon. Buni qonuniy oqibatlari yomon. Bizga shuning uchun ko'plab politsiyalar iltimos qiladi, biz birga yurib sizlar shu zabonda so'zlashasizlar, sizlar shuni tushuntirib bera olasizlar bizga nisbatan deydi. Biz albatta tushuntirib harakat qilamiz, lekin aksariyat holatlarda juda qiyin. Sababi ular tushunishni xohlamaydi, chunki bilasiz, Amerika bu yerda o'zi odam dunyoqarashi o'zgargan. Bizdagi o'sha o'zimizni yurtimizdagi qadriyatlar, o'zimizni yurtimizdagi dunyoqarash, u yerdagi bo'lgan ota-onaga hurmat yoki qarindosh urug'ga bo'lgan hurmat degan tushunchalar bu yerda afsuski yo'q. Shu sababdan ko'p holatlar bo'ladi shunaqa. Endi biz hozir mana Filadelfiyadamiz, Pensilvaniyani Filadelfiya shahridamiz. Eshitgan bo'yicha bu hozir birinchi o'rinda Amerikadagi o'zbeklar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi deb eshitdik. Qancha aholi bor hozir bu yerda? Dani Vremesida ma'lumot bor shu bo'yicha. O'zimiznikilar oxirgi ma'lumot bo'yicha 3000 dan ortiq bo'ldimi dedimi? Shunda yo'q, necha mingdan ortiq, aniq ma'lumotni eslolmayman. Lekin menimcha Chikagoda adashmasam 10 ming deyishdi. 10 mingdan ziyod deyishdi-da. Bu yerda 13 ming demak, 13 mingdan ziyod. Может быть, balkim. Chunki Pensilvaniyada hozir juda ham ko'p o'zimizkilar yashashadi, juda ham ko'p.
Oldin New York edi, hozir esa Pensilvaniya, Filadelfiya. Chunki biz hozir keldik Samandar aka bilan har qadamda o'zbekcha restoran, o'zbekcha kuxnya, O'zbekiston degan mana oldimizda ko'rinib turibdi restoran bor ekan. Dorixonaga ham e'tibor qildingizmi? Ha, albatta. O'zbekcha O'zbekcha dorixona. Ko'p, yana bunaqa ko'p dorixona. Da. O'zbekcha dorixona. Biz ko'payapmiz. Ko'payish bilan birgalikda albatta muammolar ham qaysidir jihatdan ko'payadi. Lekin ko'payishimiz yaxshi. Bu bilan birgalikda ko'plab maktablar hozir ochilish arafasida turibdi. Ya'ni o'sha diniy ta'limga moslashgan. Bu albatta o'sha o'sib kelayotgan yosh avlodni to'g'ri tarbiyalanishiga juda ham katta yordam beradi degan umidimiz bor. Ajoyib. Zo'r. Qarang, mana o'zingiz haqida bo'lsam tanishtirib o'ting. Endi boshladik podkastni. Ham bor. Bilasizmi? O'zi podkast boshlab bo'lak aka. Xo'p, assalomu alaykum. Bizlar jonajon jigarlarimiz, kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Filadelfiyada biz Samandar aka bilan Pensilvaniya shtatida juda ham yoqyapti bizga bu shtat va qiziq odamlarimiz, juda ham qiziqarli odamlar, manfaatli odamlar chiqaryapmiz. Bugun ham bir ajoyib yangi podkast, nasib bo'lsa chiqish podkastida tanishtiring aka o'zingizni. Meni ismim Mehroj, Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidaman. Amerikaga kelganimga 2,5 yil bo'lyapti. Avvalambor rahmat shu podkastga taklif qilganlaringga. To'g'risini aytsam, meni ko'p podkastlarga taklif qilishadi, lekin men ko'p rozilik bermayman. Lekin bugun o'sha nima deydi? Kayfiyatingiz topibsiz-da, kayfiyatingiz akalar, Savdar akamiz, Abdurashid akamizni so'rovlariga labbay deb javob berishga rozi bo'ldik. Rahmat. Rahmat akajon, rahmat. O'zim ko'rishib qolganimiz ham qarang, bejizga emas-da. Bejizga emas-da aka. Bu dunyoda tasodiflar bo'lmaydi. Hammasini o'zini vaqt soati bor. Men Amerikada hozirgi kunda o'z asosiy faoliyatim advokatlar bilan ishlayman. Ya'ni o'sha bir necha turdagi ishni qaysi ma'noda immigratsiya ishlari bo'yicha, traffic ticket, personal injury, kriminal o'sha advokatlarga men marketing ko'rsataman. Ya'ni o'sha marketologman-da, marketing bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari o'zimni SMM marketing degan kompaniyamni tashkil qilganman, o'shani yuritaman. Meni maqsadim o'zim ko'p shu etaplardan o'tganim uchun va hozirgi boshqalarga yordam berish maqsadi to'g'ri advokat topishiga yordam berishga harakat qilaman. Ya'ni o'sha tajribali o'sha malakaga ega bo'lgan advokatlarni to'g'ri topishga yordam beraman. Chunki juda ko'p sizlarga bu nima desam, oddiy tuyulishi mumkin, lekin o'sha Amerikaga kirib kelgan immigrantni ahvoli juda og'ir bo'ladi. Har bitta kuni uni har bitta bosib yurgan qadami juda qiyinchilik. Va bundan ko'plar foydalanib, ya'ni o'shalarni noto'g'ri yo'nalishlarga borib va o'zini nafaqat noto'g'ri, o'zini advokat deb tanishtirib ham aldangan holatlar bizda ko'p uchrayapti. Juda ko'p. Bo'liblar, lekin advokat bo'liblar, ulardan to'lovlarni olib, ularning telefonlariga javob bermayapti. Eng asosiy hozirgi muammolardan biri bizga keladi, bizda advokatsiya ofisga birinchi noliydigan narsasi immigrantni bizda telefonlarga javob bermayapti. Biz bilan bog'lanmayapti. Immigrantni o'zi umidi shundaki, uni bitta telefoniga shunday javob berib, labbay, ishim qanday ketyapti? Ishingiz yaxshi, ko'nglingizni to'q qiling degan bir og'iz so'zingiz uni butun qiziqishini orttiradi. Hozirgi mana oxirgi voqealar bilan bog'lanadigan bo'lsak, ya'ni o'sha trak sohasida, nafaqat trak, umuman ayslarni bo'layotgan nima desam, davleniyasi, ushlab olib chiqib ketish, ko'chalarda ko'ryapmiz mana ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham ko'p va bu narsa tahlikaga qo'yapti immigrantlarni. Xohlaymizmi yo'q? O'sha bo'yicha juda ham ko'p savollar bo'ladi. Lekin bu narsa albatta baribir yakunini topadi. Bu narsa o'zi to'xtash kerak, chunki bunga qarshi
o'zi hammamiz ham guvoh bo'lyapmiz, ko'proq protestlar bo'lyapti. Lekin aynan trak sohasida unaqangi darajada bizga social media orqali taqdim qilinadigan darajadagi unaqa vahima narsa bo'lgani yo'q. Ma'lum bir shtatlarda to'g'ri qanaqadir qonunchi o'zgarishlar bo'lyapti, lekin boshqa shtatlarda ham bemalol o'sha trak haydovchilarimiz haydab yurishsa bo'ladi. Unaqangi darajada vahimali narsa bo'lgani yo'q. Lekin olib ketishlar bo'lyapti-da, eshityapmiz-ku, o'sha trak drayverlarni stationlarni o'zida to'xtatib, trakdan tushirib olib ketyapti deb ko'pchilik videolargacha tarqadi-da. To'g'ri, ayrim shtatlarda. O'sha shtatlarga bormasliklarini maslahat beramiz. Va hozirgi bizda immigrantlarni bitta anonsi, nima tushunchasi, advokatim bor va u hamma narsani hal qiladi. Yo'q, u tushuncha endi ishlamayapti. Chunki advokat hech narsani hal qila olmayapti. Siz qanchalik zo'r inson bo'ling, sizni takslaringiz to'langan, siz sudebniy o'sha sistemada chiqqansiz, keyslaringiz topshirilgan, hamma narsangiz juda a'lo darajadagi insonsiz, lekin bu sizni AES olib ketib qolishdan saqlamayapti-da. Uni hech kim bilmayapti. Kim aynan o'sha ro'yxatga tushadi. Yoki mana oxirgi shaxsan hozirgi ishlab turgan immigratsion advokaturamni ma'lumotiga tayanib agar qaraydigan bo'lsak, oxirgi mana shu o'tgan oy va shu oyda mana shu bugungi kunigacha 10 dan ortiq bizada mavjud bo'lib turgan mijozlar telefon qildi, ularning vakillari telefon qilib ularni ushlab ketganligi haqida ma'lumotlar beryapti. Aksariyati ular juda qonun buzmagan yoki o'sha hamma narsasi tartibli bo'lgan immigrantlar. Demak, ularda qonuniy o'sha sociali bor, worki bor. Bitta aybi green kartasi yo'q. Bitta aybi green kartasi yo'q. Lekin ular qonuniy sudagi. Ular qonuniy. Hech qanaqa qonun даже tiket ham olmagan. Umuman rekordini ham olib qaraydigan bo'lsak-da, juda takslari to'langan. Va oxirgi mana bu vaqtda o'sha bond bilan chiqarish ham shu yo'q bo'ldi. Oldin ushlab ketganda podzalog shu bond berib chiqarib olsa bo'lardi uni qanaqadir vajlar bilan. Hozir uni ham yo'q qilishdi. Yo sudini yutadi, chiqadi, yoki bo'lmasa uyiga. Volontyorskiy deportatsiya so'raydi. O'z xohishi bilan meni deport qilinglar deydi. Lekin bu narsaning juda afzal tomoni bor. Volontyor deportatsiya so'rashdi. Bunda ma'lum bir bandlar bo'ladi, ya'ni qaysi ma'lum bir nima desam, band degani endi qanday tarjima qilamiz? Bandlar ma'lum bir to'siqlar qo'yilishi mumkin, lekin unaqa 30 yil, 25 yilga deport bo'lmaydi. Ya'niki u qaytib ketib, ma'lum bir vaqtdan keyin qaytib kirsa bo'ladi. Legalni qaytib kirsa bo'ladi, ya'ni viza olib yoki green karta olib. Shuning uchun shunaqa taraflari ham bor. O'z xohishi bilan chiqib ketsa, demak shunaqa pluslari bor. Pluslari bor. Bu ma'lum bir vaqt oladi, o'sha 1 oy, 2 oy, 3 oy, chunki u proses topshiriladi. Unda sudyaning javobi, keyin prokuror protest topshirishi mumkin. Undan keyin chiqib ketishga ruxsat beriladi. To'g'ri. Hozir juda yaxshi gaplarni aytdingiz. Men sizda nima ko'ryapman-da, aktivist, o'zimizni insonlarni o'ylab harakat qiladigan va bir qanaqa desam, patriotni ko'rganman-da, realni. Lekin menga qiziq bo'lgani, mana kelganimga 2,5 yil bo'ldi dedingiz. Bu ko'p muddat emas-da. Juda kam, oz muddat. Qanchalik siz shu 2,5 yil ichida shu darajada moslashib, bu yoqqa kirishib ketdingiz va qanaqa kechdi bu jarayon? Qanday bunga erishdingiz? Yoki O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bir nima deydi, bir aktivist bo'lib harakat qilganmisiz? Sizda opit bo'lganmi yoki? Bu juda yaxshi savol bo'ldi. Juda yaxshi savol. O'zbekistonda yo'q, bunaqangi energiya ham bo'lmagan. Bunaqangi energiya, bunaqangi patriotizm, yo vatanga nisbatan patriotizmimiz bizda endi tug'ma bor. Uni o'ldirib bo'lmaydi. U bizda endi bizning millatimiz shunaqa shakllangan. Biz o'zi patriot bo'lib tug'ilamiz vatanimizda. Bu yerga kelgandan keyin musofirchilik uni yanada mustahkamladi desak ham bo'ladi. Ya'ni biz shunaqa xalqmizki, biz выживать qilishni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni biz yashab ketadigan xalqmiz. Biz dunyoni xohlagan chekkasiga olib borib bizni tashlang, ma'lum bir vaqtni bering. Baribir biz o'sha ushlaymiz bir joyda uzamiz-da. Bu shunaqa hujur bor bizda millat vakillari. Menda ham shu motivatsiya bo'lgan.
bu nima degani? Xato qilgan xatolarim yoki o'sha mana hamma qatori aldanganman, hamma qatori o'sha experience yig'ganmiz, eshitganmiz odamlardan va o'sha narsa boshqalarda takrorlanmasligi uchun va harakat qilganman. Va eng o'zi bu yerga kelganimdan keyin umuman advokatlik sohasiga kirib, o'sha qonunlarni o'rganib, shu sohaga kirib ketishimga mana bir o'rtog'im sababchi bo'lgan, yaxshi bola. Birinchi marta shu imigratsion advokat bilan meni tanishtirib, o'sha paytda imigratsion muhit juda katta edi, ya'ni o'qim kuchli edi va o'sha paytda advokatlarga tarjimon sifatida bir o'sha millat vakili kerak edi. Ya'ni ularni tartibini tushunadigan, ularni o'sha mentalitetini tushunadigan odam kerak edi o'sha payt. Muhtoj edi ular. Chunki juda ham katta patok edi o'sha paytlari. O'sha paytlari biz shu sohaga kirib ketdik-ku, yana opit oshirib, asta hozir shu sohada nima desak, ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Lekin boshida kelganda juda ham qiyinchilik ko'rganman. Esimda bor, o'sha Kings o'sha New Yorkda o'sha birinchi o'zi immigrantning vatani o'zi New Yorkda. New York sizni tarbiyalaydi, sizni zo'r qilib boshqa ularga muhitga moslashishingizga tarbiyalaydi. O'sha tarbiyalanganmiz. Masjiddan borib ovqat yerdim, chunki haqiqatan ham pulim yo'q edi. Esimda Bruklinda Kings Highway'dan o'tgandan keyin bir masjidga kirdim, o'sha ofisimga yaqin edi. Kirdim, namozni o'qidim, chiqsam o'sha arablar ginger tea qilar ekan. Ginger tea, yonida pechenyelar turadi o'sha. Ehson ginger tea'ni ichib, pechenyeni yeb, qorinni sal to'qlab ishlab, o'sha paytlar juda arzon, hujjat yo'q. Qanaqadir qilib nima desam, volontyorlik qilib, boshqa qilib, ana shunaqa ishlar qilib o'tkazganmiz. Keyin yakshanba kun chiqib kechasi bilan ofitsiantlik qilardik. Bo'g'sib ko'p holatlar bo'lgan. Shu qiyinchiliklardan o'tganmiz, lekin bunga ham ancha vaqt kerak bo'ldi. Endi hozirgi kunimizga yetish uchun ancha mehnat qildik. Shunda siz kelganingizda til bilganmisiz? Yoki kelib o'rgandingizmi bu yoqda tilni shunchalik? Til bilganman, kelganimni juda ham ravon gapirardim, kelganimni. Coffee every morningni shunday kuchli aytganman. Coffee every morning deb kuchli aytardim. Tilni juda zo'r bilardim. Kirganimda kelganman. Manda shu ba'zi ozroq bir tushunchalar bor ingliz tilida. Birovlar bir narsa deydi, miyam analiz qila olmaydi uncha gapni. Nima deyapti bu? Nima qo'yapti bu? Mana shuncha katta daftarim bor. Daftar ruchka. Olaman, har bitta gapni yozaman-da, tarjimasi bilan yodlaganman shuni. Yodlab, o'rganib, har bitta shu daftarim olgan. Ana shuni o'rganib, ularni o'sha aksentini o'rganib, gaplashib, shu asosiy Amerika fuqarolari bilan amerikanskiy firmalarda ishlaganim menga katta yordam berdi, chunki xohlaymanmi, yo'qmi, na rus tilida gapirishadi, na o'zimiz tilimizda. Biz majbur bo'lganman shu tilni o'rganishga, chunki yashab ketishim kerak edi, harakat qilishim kerak edi. Yo'q, o'sha ko'pchilikda mana shunaqa xato borda, til o'rganmasdan keladi. Shu xatoda biz ham shu xatoni qilganmiz. Shunaqa o'ylaymizki, shu O'zbekistondan kelayotganda men hozir boraman, biroq amerikanslar orasiga kiraman deb o'rganib ketaman. Kelgandan keyin qarasang, u amerikanslar til bilmasangiz olmas ekan sizni ishga ham даже. Yaqin ham yo'latmaydi, til bilmasangiz olmaydi ishga ular. Ularga kerak emas sizni olib hatto qiynalib til o'rgatib boshni og'ritmas ekanda. Tushundim. Sizda qanaqa bo'lgan o'sha ishga kirish? Mana shu birinchi advokatim rusiy zabonda ham gaplashganda, shu eng katta meni anonim bo'lgan, yutug'im bo'lgan. Ya'ni men kelgan mijozlarni unga ruscha tarjima qilib berib turganman. O'zbek tilidan rus tiliga. Keyin u o'sha tajriba oshiravergandan keyin, tillarni o'rgangandan keyin katta kompaniya 60 yillik tarixiga ega bo'lgan katta Sanders Law
firmasiga, advokatlik firmasiga ishga kirganman. Birinchi o'sha eng katta o'sha unda уже hujjatlarimni olgandimda, ishlash huquqiga ega bo'lgan hujjat, o'sha social security ularni olganimdan keyin уже katta kompaniyaga qadam qo'yganman. Ungacha ancha tajribaga oshirib bo'lgandimda. O'shanda ishlardim. Zo'r. O'zbekistonda nima ish qilgansiz? O'zbekistonda o'zim asli mehmonxona sohasini bitirganman. Iqtisodiyot va servis, Samarqand iqtisodiyot va servis institutini bitirganman. Shu mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish sohasi. Uni bitirganimdan keyin parallel ravishda ham o'qirdik, ham kechasi gostinitsada ishlardik, administrator bo'lib. Uni bitirganimizdan keyin hozirgi ish faoliyatini yuritgan Silk Road, ya'ni Samarqand turistik sentr ochildi Gribnoy kanalida. O'sha yerda F&B supervisor bo'lib ishlaganman. Shu food and beverage, ya'ni restoranning sohasi bo'yicha. Keyin o'sha yerda 4 ta gostinitsa pre-opening qilganmiz. Noldan hamma narsasini qilib, keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'ldi Samarqandda. O'shani o'tkazganmiz, o'sha prezidentlarni xizmat qilganmiz. Aslida shu sohada ishlagan. Xizmat ko'rsatish sohasi desak bo'ladi. Bo'lmasa aka sizda bor ekanda, salpal ya'ni kirishib ketish. Siz menejer bo'lgan bo'lsangiz, gostinitsada sizga qiyin bo'lmaydi? Qaysidir ma'noda shunday desak ham bo'ladi. Qaysidir ma'noda shunday desak ham bo'ladi. Yo'q, endi u sohada o'zi pul ham yaxshi-ku. Pul topish ham yaxshi. Masalan, restoran sohasida o'ylayman, yaxshi pul topsa bo'ladi. Yaxshi pul topgandirsiz. Amerika qanaqa kelib qoldi sizga? Amerikaga kelishim tarixi shunday bordim. Shunday vizani oldim. Keldim deb o'ylagandim, lekin xato qilganman. Lekin bordim, lekin kirdim savizning, ola olmadim. Lekin maqsad so'ngan emas. Maqsad so'ngan emas, oxirigacha dabitsa qilamiz dedik-da. Maqsad oldindan bormidi yo qanaqadir nimadir bo'ldimi, что siz bo'ldi ketaman degan qarorga kelishingizga? Men ketaman degan qaror kelishimga men hamkasblarim sabab bo'lgan. Chunki ular ketyapti. Ular menga motivatsiya berdi. Ular menga motivatsiya berdi. Hamma ketyapti. Men ham ketaman. O'zi eng qizig'ini aytsam, men bu dunyoga qayta kelgan odamman. Qaysi ma'noda? 22-yili Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida juda katta avariyaga uchraganman. Juda holatim juda ayanchli bo'lgan. Men даже o'sha ketadi ham deb aytishgan doktorlar. Lekin Xudoning qudratini qarang, men hozir Amerikadaman, juda hamma narsaga erishdim desam ham bo'ladi. Hozir aytib bering, nima bo'lgan o'zi Rossiyada? Avtoavariya bo'lganman. Mashina oldimdan mashina chiqib ketib urganman. Shu bilan hushimni yo'qotib bir 2 hafta komada yotganman. U juda ajayinchi ahvol. Men O'zbekistonga kelganimda даже qornimda shoflarim bor edi. Men shunday uchib kelgandim uyimga-da. Keyin Xudoga shukr, sog'lig'im tiklangandan keyin o'sha Silk Roadga ishga kirdim. Bu yerda ishladik. Bu kunlarni eslasam, odam baribir nito ana bo'ladi-da. Chunki buncha qiyinchilikdan keyin bunaqangi omad kelishi bu xuddi bir kinolarga o'xshaydi-da, bir ertakka o'xshagan narsada. Menga dadam mana shu dadam 70-yilda mana shu hozir 30 yoshdan oshgan bo'lsam, shu kungacha dadam biron marta maosh olmaganlar hayotida. Oddiy ustalar, shu ustachilik bilan bizga ta'lim berdilar, institutda o'qitdilar. O'sha Rossiyadan avariya bo'lib kelganimdan keyin, o'zimga kelganimdan keyin ham esimda bor, Nexia 2 olib berganlar, o'zlari ko'rmaganlar. Shu o'g'lim ishga borib, chunki sog'lig'i yomon, meni hech kim bilmaydi, shuni borib kelsin deb shu mashinani sotib Amerikaga kelganman-da. U odam shu mashinaga o'tirmagan hayoti davomida. Men yana 23-sentyabrda tug'ilgan kunlar edi. Alhamdulillah, birinchi o'sha niyatim edi, zo'r mashina sovg'a qildim. Xudoga ming shukr. Kutmagandilar. O'sha nima desam, o'shani oqlab berganimdan xursandman-da avvalasida. Shu ota-onamning oldida o'shalar motivatsiya bo'lgan. Shu qanaqadir harakat qilishimga va shunaqa. Lekin Amerika haqiqatdan ham imkoniyatlar shahri. Harakat qilsa hamma imkoniyat mavjud. Sizni diningiz, irqingiz, kelib chiqishingiz qiziq emas.
siz ishlaysizmi, ishlay olasizmi, potensial bormi? Welcome. Potensialingiz yo'qmi? Unda ham welcome. Unda ham ko'p sohalarda ishlar borda. Ko'p sohalarda ish qilsa bo'ladi. Zo'r, mana sizni ko'rdik. Masalan, S klasslarda parking qilib ikki oldi keyin odam o'xshamaydi bu kishi. Qarab, mana imkoniyatlar bor deyapsiz Amerikada. Lekin unda hamma shunaqa sizdagi moshada yurmayapti. Nimaga hamma ham bunaqa qisqa vaqt ichida otasiga mashina olib bera olmayapti? Bular ham Amerikada-ku. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Hamma gap harakatda. Ya'ni u odamlarning bir gapi bor, kechqurun kech uxlab, ertalab barvaqt turadigan odamdan qo'rqish kerak deydi. Men o'shanaqa yo'llaman. Men shunaqa odamman. Men to o'sha natijalarimga erishmaguncha men kechqurun kech uxlab, ertalab barvaqt turadigan odamman. Hammaning harakati har xil. Kimdir zona komfortga kirishni yaxshi ko'radi. O'sha zona komfortidan chiqmaydi. O'sha ma'lum bir bitta sohami, o'sha bitta o'sha zona komfortga kirib oladi-yu, sal chetlashib yoki risk qilishga qo'rqadi. Ko'proq risk qilish kerak, ko'proq harakat qilish kerakki, boshqa jihat qirralarini ham ochishga. Ya'ni men ham ofisda o'tirsam bo'lardi ertalabdan kechgacha, lekin men o'sha marketing bilan shug'ullandim. O'sha reklamalar bilan shug'ullandim. Joyi kelganda trak sezoni yaxshi bo'lganda trakka ham chiqdim. Trakda ham ishladim. 5 oy ishladim trakda. Trakka chiqqanda ham haqiqiy yillab ishlagan trakchida ishladim. Kecha-yu kunduz tinmasdan ishladim. Uyga kirmasdan. Uyga kirmas yo'q, uyga kirish yo'q. Lekin vaholanki o'sha vaqtda haftada 2 marta kiradigan odamlar ham bor edi uyiga. Keyin undan nimani talab qilasiz? S klassga yurgisi kerak, yurgisi kelmaydi albatta. Men S klassga yurgim kelgani uchun ishlardim kecha-yu kunduz. Mana risk qilish kerak dedingiz-ku. Qanaqa eng katta risk qildingiz mana siz Amerikada eng katta qilgan riskingiz? Nima bo'ldi? Eng katta qilgan riskim o'sha hamma boshqa sohalarda yaxshi pul topib ketadigan payti men mana shu hozir ishlab turgan sohamni yanada chuqurroq o'rganishga harakat qildimda, chuqurroq kirdim ichiga, podvodniy kamni deydi-ku. O'shalarni o'rganishga men ko'proq natselini bo'ldim va u ish berdi. Ish berdi. O'shani hisobiga. O'sha riskim shu bo'ldi meni. Bitta gap bor-da. Mana masalan, hamma ham S klass ololmaydi. Yoki bo'lmasa hamma ham boy bo'lib olmaydi-da. Nima uchun? Nima uchun hamma ham shundan chiqib, nima uchun faqat 100% dan 2% faqat aytgan natijasiga erishadi? Nima uchun? Bo'lmasa hammaga bir xil berilibdi o'sha kun, hammaga bir xil berilibdi o'sha nima возможностьlar. Nima uchun faqat 2% odam shu narsani qiladi? Risk tushunarli, risk bu tushunarli. Nima yana bo'lishi mumkin aka? Nimaga qila olmaydi odamlar? Может, omadi yo'q. Endi omad tushunchasi u hammani har xil tushuncha. Omad kimdir omadmi yoki kimdir omad aytadiki, mana o'tirsam omad kelib qoladi. Kimdir aytadiki, harakat qilsam omad keladi. Omad tushunchasi o'zi bir har ko'p anaviga bog'liqda, kriteriyalarga bog'liq. Omadni shu o'zimiz yaratishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha omad bilan bog'liq barcha sabablarni qilishimiz kerak-da. Omad keladigan hamma sabablarni qilishimiz kerak. Ya'ni omad nima bu? Ertalab turdingmi, ko'chaga chiqdingmi, o'sha omad keltiradigan hamma ishni qilib ko'r. O'sha Uberchi bo'ladigan bo'lsa, chiqib barvaqt tursinda, o'sha vaqtini mo'ljallasinda yoki oldindan olib qo'ygan skedjullarini oldindan bir uxlashdan oldin olsinda, ertaga mana ishlarni qilaman desinda, shularni qilib ertalab turib o'shalarga ketdi, o'sha omadini shaqda sinaydi. Sabablarini qilish kerak-da, o'sha omadni ham keladigan. Balkim hamma to'liq sababini qilolmaydigandir. Yoki bizda endi diniy tushunchamizda baribir o'sha rizq masalasi hammani o'zini o'lchab berilgan rizqi bor va biz o'sha aytadi-ku, o'sha rizq o'sha odam tayyor bo'lgan kuni keladi. Baribir keladi, undan hech kim qochib qutula olmaydi. Balkim biz hozir tayyor bo'lgandirmiz shunga berilyaptidir.
balkim siz hozir tayyor bo'lgansiz shunga, siz ham xuddi shunday. Lekin bir narsadan qo'rqish kerak, rizq ham juda ko'p kelgan payti xavfliligi shu oxirgisi bo'lishi ham mumkin-da. Oxirgisi va shu hamma rizq tugagandan keyin inson o'zi ham tugab qolishi mumkin. Eng muhimi biz qayerda bo'lmaylik, qaysi davlatda bo'lmaylik, qanaqa mavqeda bo'lmaylik yoki qanchalik darajadagi pulimiz bo'lsin yoki pulimiz bo'lmasin, oxirgi daqiqamizgacha bir-birimizga yordam beraylik. Yordam berganda ham xolisona yordam beraylik. Manfaatsiz yordam beraylik. Eng muhimi shu. O'shanda o'zi hamma narsa keladi. Xolislik bilan keladi. Men Amerikada misol uchun nima desam, andisha degan tushuncha yo'q, bilasizmi? Ularda shunaqa tushuncha yo'q, andisha degan. Da bizda primoy hamma narsa gapiriladi. Bizda qanday bir chiroyli anonimiz bor, shunaqa tushunchamiz, andisha qilamiz bir-birimizga. Qarang qanday chiroyli andisha. Men hozirgacha tushunmayman Amerikada. Prosta aqlimga yetmaydi-da, ya'ni analiz qila olmayman. Qanday qilib Amerikada bunchalik odamlar befarq bo'lishi mumkin? Bir-biriga-da. Ya'ni xohlagan ishingni qilaver, xohlagan ishingni qilaver. Hech qachon tushunmayman. Shu narsani tushuna olmayman. Ya'ni analiz qila olmayman-da. Qayerga boryapti? Masalan, odamlar turdi. Qayerga boryapti? Nima, cho'qchimi, hammasini men o'zimcha analiz qilib ko'raman. Hammaga prosta gurbakini pofigida, shunisi farqi yo'q hammaga. Endi ularda haqida, masalan, siz hayotingiz, siz xohlagan ishingizni qilishga o'xshayapsiz. Ular aralashmang. Sen hayotingni tushunyapsiz. Bizda masalan siz noto'g'ri ketyapsiz, noto'g'ri ish qilyapsizmi, o'zingizga zarar beryapsizmi? Men aytaman, Abdurashid, qo'ying shu shirinlikni yemay, qo'ying jigar, sal dieta qiling, unda qarang, sizga yaxshi bo'ladi deyman-da. Jonim achiydi, jigarim o'zingizni qiynamang deyman-da. Endi misol uchun-da, endi sizga unaqa gapim yo'q. Endi aytaman, biza yaqinlarimizga yaxshi bo'lishi uchun harakat qilamiz. Bizda befarqlik o'shaning uchun ham yo'q deb o'ylayman. Musulmon odam musulmonga o'zi dinimizda ham aytadi-ku, o'zingga nimani ravo ko'rsang, yaxshi. O'sha birodaringga ham o'sha narsani ravo ko'rishing kerak. Biz bu chiroyli, menimcha shu dinimizdan qolgan narsa kelayotgan narsa-da. O'shaning uchun biz befarq bo'la olmaymiz-da. Shu bilan bog'liqda gap aytmoqchiman. Men bu yerda Yujen, ya'ni Yevgeniy degan bir advokat bilan birga ishlayman. U advokat imенно mana bu avtoavariyalar, keyin trafik tiketlar bilan ishlaydi. Montgomery County degan joyga ikkovimiz sudga ketyapmiz. Ya'ni o'sha bizning millat vakilini o'sha tiketi bilan bog'liq sudga ketyapmiz. Ular bizni ko'p kuzatishadi-da. Mana biz shaxsan o'sha boshqa millat vakillari bilan ishlaydigan biz butun yurtimiz nomidan ularga o'rnakda. Bizni o'sha yurishimiz, turishimiz, bizni o'zimiz tutishimiz ularga bizni butun yurtimiz nomidan biz yaqqol namuna bo'lib ko'rinamizda. Biz yo'lda ketyapmiz, ikkovimiz haydab ketyapmiz. Mehroj deyapti. Men bir narsani deyapti, analiz qildim deyapti. Sanga qarab. Qani edi hamma odamlar dindor bo'lsa. Qani edi. Dinsizlikdan ko'ra dindor bo'lgan odamlar juda yaxshi ekan deyapti. Bu juda odamlar nima desam, baribir bir tushunchasi bor. Bizda deyapti, u endi o'sha Yahudiy diniga, Yahudiy bola. Bizda deyapti, shu bugungi kun bor. Bizda oxirat degan narsa yo'q. Jahannam, do'zax degan narsa yo'q. Bizda shu bugungi kun bor deyapti. Biz shu bugungi kun bilan yashaymiz. Bu qanchalik halokatli tushuncha, bu juda qo'rqinchli tushuncha. Shu bugungi kuni bilan yashaydigan inson u va yana oxirat yo'q deyapti. Ko'ryapsizmi? Bu yerda shunaqa insonlar bilan biz hozir yonma-yon ishlayapmiz. Biz shuni yonma-yon yashayapmiz. Bizni bolalarimiz shular bilan birga katta bo'lyapti Amerikada. Shuni-da, endi men aynan qanaqadir millatga tegizib aytmoqchi emasman. Masalan, Amerikada endi qora tanli afroamerikanslar bor, oqlar bor. Men aynan mana shu qora tanli afroamerikanslarga e'tibor beraman-da. Ya'ni Apasan rayonlarda, keling Chikagoni Apasan rayonlarini olamiz. O'sha South Side tomonlarda mana ularni prosta hayot tarzi hech narsani absolyutno o'ylamaydi. Biz aytamiz-ku, bizlar mana qadriyatlarimiz bor.
shunga o'xshagan narsalarimiz bor deb aytamiz-ku. Men ular bilan gaplashganda shu narsani his qilamanki, просто pustoy bo'shliqda. Просто bo'shliq. Mana bizlar odamlar keladi Amerikaga. Qanaqa hammasi erishib, hamma narsani intilib, hamma narsani S-klass oladi yoki bo'lmasa Cadillac oladi yoki shunga o'xshagan narsalar. Lekin ularga qarab, просто analiz qilmoqchi bo'lasiz. Просто pustotada bo'shliq. Bo'shliq. Shu tursam, bir 5 ta narsani chaksam, kirib yotsam, tamom, mana shu meni hayotim. Tamom, tushunasizmi? Možda до конца tushuntirmayapman gapimni, lekin mana shu pustotani men tushunmayman-da, tushunasizmi? Bo'shliq. Просто hech narsaga intilish yo'q. Birinchiga chiqasam deb so'rayman-da men, kavash qilganda. Birinchiga chiqasam, nima aylanishga yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsalar yo'q deydi. Men просто men даже Nyu-Yorkka bormaganman deydi. Amerikanец. Yoshi 40 da, даже Nyu-Yorkka o'tib kelmagan bir 5-6 soatlik yo'lga. Bu yana shu narsaga keladi, maqsadsizlik. Shu juda og'ir narsa. Halokat ko'p keladi, umuman jamiyatda halokat ko'p keladi. Lekin shunday deymiz, bu baribir Amerikani bu butun hamma anoz protsentiga kirmaydi. Lekin bu yerdagi bo'ladigan o'zgarishlarga ham bir qarasangiz, bu yerdagi bo'ladigan bularni o'sha yoshlarni o'ngiga qarang, bular jentra katta bolalar deb yurmaydi-ku. S-klassini man kimga qizig'i bor qanaqa mashina yurgan. Amerikada hech kimga qizig'i yo'q. Millioner odamlar bor, bemalol yuradi, oddiy kiyim, oddiy sohada. Biz o'z nimagadir negativ tomonga kirib ketdik. Faqat negativ tomonga kiryapmiz-da. To'g'ri. To'g'risi, bu xamir uchidan bir patr desak ham bo'ladi-da. Lekin основной baribir katta know-howlar Amerikada-ku, katta proyektlar, katta ishlar. Dunyoni boshqaryapti-da. Amerika dunyoni boshqaryapti. Tan olish kerak, chunki bu aqlli odamlar bu ko'p-da. Ko'p, bular siz bilan mendan ko'ra aqlli, ancha aqlli bo'lgan odamlar tepada turganlar odamlar emas. Bunda qanaqadir kichkina qismi bo'lishi mumkin, aytgandek, bu qanaqadir juda kichkina sonli. Bizda menda juda ham katta razocharaman bo'lgan paytda aytaman-da, men Amerikani mana 3-yilda men yashayapmiz. Amerikani qaysi tomonlarini tushunmayotgan tomonlarimda bu. O'ziga xos shu. Endi har birimizda mana o'ylab bor. Baribir o'ylaysiz, ras Amerikada shunaqa odamlar bor ekan, o'zi qanday bo'ladi udalishi deb, tushunasizmi? Ha, kelajagi qanday bo'ladi degan ma'noda. Endi Amerikaning kelajagini o'ylash biz ekanmiz. Biz o'zimiz vatanimizning kelajagini o'ylaylik, o'zimiz mahallaning kelajagini o'ylaylik. Bu yerga hammamiz bir maqsadda keldik. Ya'ni o'sha imkon qadar to'g'ri yo'l bilan pulimizni topaylik. O'sha topadigan pulimiz boramiz, mahallamizni asfalt qilamiz, yo'q yordam beradiganlarimizga maqsadimiz shu bolalarimizga yaxshi kelajak barpo qilaylik degan maqsadda kelganmiz. Siz qayerda ko'ryapsiz kelajagingizni aka? Men kelajagimni o'zimni ona vatanimda ko'raman. Chunki aytayapman-ku, yana bir marta aytaman, biz tug'ilishimiz bilan shu narsa bizga qon-qonimizga singanda, biz qanaqa vaziyatda bo'lishimizdan qat'iy nazar baribir bizni o'sha patriotizm bizda bor, bizda shakllangan va bu o'lmaydi. Kuni kecha bitta akamizga gaplashib qoldik, Ohioda bo'lganimizda. Men ismini aytmayman. Bahodir akam shunaqa deyaptilarki, hozirgi paytda endi sekret emas, shunaqa aytibdilarki, endi состоятельный odam, katta kompaniyaning egasi, qo'llarida bilmadim 500 ga yaqin odam ishlaydi. Lekin uka yo'q, men xohlagan narsa yo'q bu yerda deyaptilar, tushunasizmi? Xo'p, mana katta kompaniya qildik, gap yo'q. Millionni biznes qildik. Mana senga AMG bir bola mashinalarda yuramiz. И что deyaptilar? Что? Nima uchun bular hammasi? Agar meni ota-onam O'zbekistonda tursalar-yu, men ota-onamga borib bir piyola choy uzata olmasam, osh qilib bera olmasam, nimaga kerak bular hammasi menga deyaptilar. O'tirib, prosta oddiy odam bo'lsa tushunmaydi. Bu kishi kibar ekanda, bu pul ko'p ketgan shunaqa. Yo'q. Agar o'shanaqa xuddi o'sha bitta gaplashgan situatsiya bo'lib turmasa, agar o'sha darajaga yetsa odam haqiqatan tushunadiki, bu pul hamma narsani hal qilib bera olmaydi ekan bu hayotda. Shunaqa demoqchilarda o'xsha, tushunasizmi? Что deyaptilar. Mana shuna darajaga erishdim. Ko'rdim o'sha narsani-da. Mana o'sha zo'rimi? O'shani shu zo'ri mashinani ham ko'rdim. Mana shu eng zo'r dam olishlarni hammasida bo'ldim. Tamom. Lekin menga nima kerak Amerika deyaptilar. Agar men bitta shu onam oldida o'tira olmasam hozir. Shu voqea bilan bog'liq bitta yana bitta shu voqea esimga tushdi.
bizni qo'shni millat vakili Amerikada boshqa shtatda yashaydi, Mayamida. Bir do'stiga 40 ming AQSh dollari miqdorida qarz beradi. Bu mana yaqinda bo'lgan voqea. 40 ming AQSh dollarida qarz beradi va u qarzni ma'lum bir muddat ola olmaydi va bir kuni o'sha ular juda ham keskin konfliktga ketadi-da. Buni telefonga chaqiradi, faloncha joyga kelgin, men senga 40 ming dollar pulingni berib yuboraman deydi. Inson kelgan payti otib tashlaydi. Otib realni bo'layotgan voqea mana shu bizning ish bilan bog'liq. Ha? O'zimiz odamlari Bizni qo'shni millat vakili bo'lgan odamlarda, imенно bizning millat vakili emas. U otib o'ldiradi. U odam o'ldi. U odam o'lgandan keyin hech kim bilmaydi, bankda shotida 2 million dollar pul turgani ma'lum bo'lib chiqyapti. Eng qizig'ini aytaymi? U insonni o'zini vatanda ayoli, bolalari bor. Ularga qaysidir ma'noda sharoit qilib bergan ekan, lekin qanaqadir qilmagan. Bu yerga kelib uylangan, yaqinda uylangan ekan. Bu yerdagi qonuniy o'tgan xotiniga 2 million dollar avtomatik tarzda o'tyapti. Bu bo'lgan hayotimizda bo'lgan voqea, bu vymышленный emas. Xuddi siz aytgan ma'noda-da. Ko'ryapsizmi? O'shani to'g'ri yo'naltirsa, aytganingizdek yaxshi bo'ladi. Kimga qoldi? O'shanga qolib ketdi shuncha boylik. Hech kim bilmagan ekan dash shotida shuncha pul borligini u odam. Munosib qiluvchilar, endi bilasizmi? Biz Amerikada eshitganman, shu esimga kelib qoldi hozir. Qaysidir milliarder o'lganda, hamma boyligi uni pitomsiga, ya'ni kuchugiga qolib ketganda, hamma boyligi. Shunaqa qilib turadi. Qarang, mana o'sha pul uchun kelganmiz hammamiz deysiz. O'shanda siz ham pul uchun imенно Amerikaga kelish xohlagansiz. Yo'q, o'sha gazetasidan chiqib. Pul uchun endi bu qo'pol eshitilib qoladi. Ya'ni yanada yaxshi hayot qurish uchun desak, orzularga erishish uchun desak, hozir gapiradi. Da, orzularga erishish uchun, ya'ni ota-onamizni rozi qilish uchun, o'sha farzandlarimizni kelajagini yanada yaxshiroq qilish uchun desak, chiroyli chiqadi. Pul uchun qisqa qo'pol eshitiladi, endi hamma har xil. Yo'q, o'sha mana so'ramoqchi bo'lgan prosta narsa, mana kelgan vaqtingizda imенно qanaqa bo'lgan vaziyat shu birinchi keldingiz, birinchi taassurotlaringizni bilmoqchi edim Amerikaga. Amerikaga birinchi taassurotim kelganimda restoranga oddiy ovqatlanishga kirganmiz va ozroq pulim bo'lgan o'zim bilan. Men shu shotni o'zim to'lamoqchi bo'lganimda 200 necha dollar shot kelganda o'zimni yo'qotib qo'yganman. O'zbekistonda kecha kelgan o'zi ikkita narsa yedikmi yo'qmi? O'sha o'rtoqlar bilan kutib olgan insonlar bilan. Birinchi shot kelgan 200 necha, yangi kelgan 200 necha dollar pul, qancha pul u? Men o'zimcha buni katta ketib kassaga borganman deb to'xtab turinglar to'layman deb. Oxirida telefon ishlab, "Jo'rajon, ahvoling yomonmi?" "Boraman do'stim, hozir boraman, hozir boraman." Da, men keldim, qaydadirman, o'zim bilmayman lokatsiyani degan. Keyin shu qiziqarli shu voqea shu bo'lgan. Keyin Amerikaga kelganimizdan keyin ma'lum uyga biz joylashtirgan, qarindoshimiz yaxshi inson yoniga olib joylashtirgan, lekin keyingi keladigan uyni to'lovini o'zing ko'r. Chiqib YouTube'ga kirib Amerikada qanday ish topsa bo'ladi deb Telegram kanallarni topib ish izlaganman va eng qiziq joyi shu yerda Facebook'dan meni Samarqandda o'sha gostinitsa qurilishida ishga olgan inson Amerikada ekan, u kishi menga yozib qolganlar, "Sen shu yerdamisan? Tez formalarni tayyorla, tez yetib kelib, bertayim." U kishi restoranni biznesda. Puldan o'ylanma, pulni vashe muammosi yo'q, sen kelganing, men bilan ishlashgan-ku u kishi. Davay ke deb shuni chiqib ketadigan joyimda telefon bo'lgan. Ukam, u kishi toshkentlik inson, Aziz aka ismlari, u restoranni biznes bo'yicha juda mutaxassis, hozir ham O'zbekistonda bu yerdalar. Keyin ukam, siz ibodatli insondingiz-a dedilar. Aytdim, esda qolganda endi yoqdaymi? Ha deganimda, lekin uzr, tayyor bo'lib keling, bu yerda ibodat qilishingizga sharoit yo'q deganlarida, shu yerda men yo'q aka, bo'lmasa bora olmayman, chunki
Rizqollohda mani rizqimni beruvchi Robbim bu qanday uni anasini qo'yibman bor. Chunki shu rizqni ham Xudo beradi-ku menga. Deganimni shu bo'lmasa o'sha payti yangi Amerikaga kelganda bir hafta bo'lganda shunaqa katta potensial bor edi menda. O'zim bilan birga ishlagan inson, yana tayyor ish, pulni o'ylama deb chaqiryapti-da. Shunday imkoniyat berildi. O'sha payti men shuni tanlamadim. Endi baribir ibodatimiz birinchi o'rinda. Keyin shu yerda reklamadan ish chiqib qolgan bitta restoranda telefon qildim. Inglizcha gapiryapman. Do you need the waiters deb u telefonni ko'targan odam inglizcha lekin ruscha gapirasanmi dedi. Ha dedim. Ha bo'ldi, keyin ishga dedi. Ishga bordim, restoranga kirdim. Pasha degan bola kutib oldi. Endi men aytmayman-ku, men mana shu restoranni sohada ishlaganman, mana shunaqa biznes klass obslujiye qila olaman deb aytmaganman. Keyin bunday ishlaganmisan dedi, ruschalab gaplashardik. Kichkina restoranchi, u restoranchi mana shu hech narsa emas. Keyin ha ishlaganman. $50 beraman kuniga, ko'raman ishingni. Ishlab dedi. Kirdim, so'ng obstanovkani o'rgandim. Taqir ishni sog'inib kelganman-ku, pul topishimiz kerak, och biza. Shunaqa ishlayapman, shu bor bo'ynagi kuchni berib ishlayapman-da Samandar aka. Shuna ish tugadi. Hamma bilan kunlik berdi, bor, pulni birdan beradi. Shundan keldi-da $250 pul berdi. $50 ga o'sha kundagi olgan $250 pul berdi. Men hayronman. Pasha, bu yerda ko'p-ku deyapman. Men ko'rdim sen qanday ishlashingni. Ertadan dedi, ishdan qolmay chiqasan dedi. Endi Samandarga shunaqa ish ketyapti, dahshat ish ketyapti-da. Qarzlarimdan qutulyapman. O'sha 2-oy bo'lmasdan Amerikaga kelib, uyga pul jo'natib yuboryapman. Shunchalik ish zo'r ketdi-da. Aka, Xudoyim taolo, qarang, bitta eshikni sinadi, qani shunga bu yerdan o'zini anavsi bilan ketdim. Undan ham zo'r. Yoqda yana ibodatim я должен помолиться desam, иди deydi. Butun sharoitlar qilib beradi, hamma narsa. Men ishlasam bo'ldi shu yerda. Tasavvur qilyapsizmi? Shunaqa zo'r ish ketdi. Keyin bir 2-3 hafta ishlaganimdan keyin advokaturaga ish taklif qilib qoldi. Men yoqqa ketaman dedim. Advokaturada ishlab yurgan paytim shanba kun chaqirib olardi. Ishlamasang bo'lmaydi biz bilan deb. Zo'r aka. Ana shu tarzda ishlayapmiz. Ha, oyoqlarim ishib ketardi. Shunchalik tikka turib, 2-1 o'llar holatda kelardi mana shunday uyimga. Fazur, paytlar hayolimizga ham kelmardi bunaqa yuramiz Amerikada debdi. Lekin mana Xudoga shukr, hozir yomon emas. Qani mana shu og'ir ishlardan boshlagansiz-ku, mana ko'pchilik shundan boshlaydi. Hamma kelib noldan yoki minusdan boshlab ko'tariladi. Masalan, men bilmoqchiman, nima bo'ldi поворотный moment именно siz hayotingizda, что резко mana o'sgansizda, men baribir именно поворотный moment hayotingizni o'zgartirib yuborgan qanaqadir voqeami yoki kimdir sababchi bo'lganmi? Yo'q, o'sha поворотный moment shu advokaturaga ishga kirganim bo'lganda eng birinchisi o'zi ofitsiantlik. Chunki butun hozirgacha ofitsiant bo'lib qolib ketishim ham mumkin edi. O'sha o'rtog'im o'shanga shunaqa taklif berib qolishgan, bironta tilni biladigan bola bo'lsa, ayt bizga yaxshi ishlaydigan o'sha kompyuterlarda yaxshi tushunadigan. U birdan taklif bergan, men kirdim, suhbatdan o'tdim, yaxshi o'rgansang bo'ladi, tortasan. Shu bilan ana shu поворотный moment shu bo'lgan. Shu bilan ketganman shu sohada. Bu yerda ham baribir shu o'sishga harakat qilgansiz-da. Til aytayapman-ku, til o'rganim, yodlab, Duolingo degan programmalar skachat qilib, charchasak ham shunaqa o'qib o'rganib, baribir ilmda, hamma narsada ilm. Siz hozir gaplaringizni eshitdim, men o'zim birinchi kun kelganim esimga ketdi. Ya'ni birinchi kun, ikkinchi kun ishda. Men ovqat so'rolmasdan qaytib kelgan ovqatlar bo'ladi-ku. Men pastamoga yuvib 4 ta mix qo'limda yuvib baqladim va qaytib kelgan ovqatlar ichidan mixlar qaradim. Ular ham ovqat so'rash bilmaydi-da. Yo bilmaydi, yoki bilmadim. Hech gap bilmaydi. O qaytib kelgan ovqatlar, teginmagan ovqatlar yeb boshlardi. Birinchi kun men takoy nozlandim. Ikkinchi kuni mana qaytib kelgan ovqatlar, ovqat qaytib keladi-ku. Hamma yopishadi. Birinchi hamma o'ylaydi, birinchi yumoqchilar deb o'ylaydi, ya pasta ovqat bo'lasiz.
staff ovqat deydi uni. Staff. Orqaga ovqat olib kelib qo'yadi. Aynan shu ovqat olib kelgan payti hamma obedga keladi-ku. Siz obed qila olmaysiz, chunki pastuda kerak. Vaqtingiz yo'q. Vaqtingiz yo'q. Pastuda kerak chunki, ya'ni pastuda. Siz obed qilib o'tirasiz-ku, не дай bog' pastuda qolmay qolsa-ku, shef shunday keladi-yu. O'sha serialdaydi, xuddi kuxня seriali bor-ku. Adskiy kuxня. Ana shu keladi-yu, ketdi, hammasi tushadi hammasi. O'sha yurak yo'q edi obed qilishga aka. Obed qilmasangiz olib terib, olib ketadi обратно. Tamam. Chunki ustol kerak, ustol ishlash kerak. Baliqlarni tozalash kerak. Eslasam kulgim keladi-da. Bitta ovqatni yoshirib qo'ydim. Ko'ngil xotirjam hozir borib, mazza qilib baliqchani uraman. Hozir mana tugab qoldi, shunday borib u tarelkani shunday ochsam agar pastida baliqni mana siqib turibdi-da. Yeb tashlagan. Rost. Hozir meksan. Ko'rib qo'yganimda. Ko'rib qopdi aka. Shunaqa baylasam keladi hozir. Bo'lardi. Ko'zachani ustiga yopib qo'yasiz, ochasiz kozanda hech narsa yo'q. Qozog'istonlik mujik keldi-da. Qozog'istonlik mujik keldi, u kishi juda ham konkret o'ylayotganlar-da. Men faqat ovqat yesam agar, qaytib kelgan ovqatlari, u kishi qaytib kelgan vino, araq, konyak, viski hammasi orasida-da. İşte oxirga borib, tamam, qotib qoladi. Ish qiling aka. Ishsizdan bo'lgan deyman. Qiladi. Ichgansiz, massiz aka. Deydi brother yozib. Shunday o'sha o'tirib qolasizlar, bo'ldi tushunarli yozdim. Har kuni shu ahvol, har kuni ichog'iga borib, nima bo'lsa ichadi aka, farqi yo'q. Viski keladi, vino keladi, aralashib beradi. U kechga borib aralashib zo'r qoladi. Arabadan qoladi. Mana shunaqa ajoyib kunlar o'tganmiz aka. Amerika juda qiziq, ko'p. Har bitta inson bilan suhbatlashsa, hammani o'ziga alohida individualniy istoriyasi bor-da. Hammani individualniy qiziq istoriyalari bor. Sizda yana qanaqa qiziq voqealar bo'lgan-ki? Masalan, hozir Filadelfiyadasiz. Nyu-Yorkda oxirgi paytlar ko'p stress bo'ladigan bo'ldi. Juda katta stress. Bilmayman nimaga oxirgi payt Nyu-Yorkka sig'may qoldim. Qanaqadir asab jihatdan, qanaqadir kuchli bosimday bo'lib qoldi. Tushunyapsizmi? Uni tushuntirib bera olmaysiz-da. O'sha joyda siz turgingiz kelmaydi. Boshida kelganda Nyu-York unaqa deyishardi. Endi biz Amerikaga keldik. Nyu-Yorkda biz uchun Nyu-York bu Nyu-Yorkda bu. Lekin juda ham katta stress bo'ldi. Mana xuddi shunday chiqib ketganman aka. Shunday bir kun sezganmisiz? Prosta siz o'sha joyga sig'may qolasiz, mandaraka. Tupa sig'maysiz. Shunday kontrakt qildim, bu yerdagi advokat bilan, yangi advokat bilan shunday kontrakt qilganimdan keyin shunday yerdan ishdan chiqdim-u, 2 hafta oldin oqlantirdim. Hamma narsamni yig'ishtirdim, jo'ramga telefon qildim. Kelguncha jo'ram maslahat berdi. Siz tilni bilasiz, trakt permitini olib keling dedi. Kirdim, trakt permitini oldim. Shunday Filadelfiyaga keldim, ishlab yotibman. Siz yaxshi anaqa qilasiz, yodlaysiz. Shu bitta trakka topshirib qo'ying, pravasiga dedi. Shkolaga topshirib qo'ydik. Har zaman o'qib borib ekzamen o'tib, pravani ham olib qo'ydik. Yangi yildan keyin ish bermaganda, men dedim hozirroq davom kelmasam bo'lmaydi. Chiqdi trakka, haydadik traktor. Yana tushdik. Endi bu masalan siz qilishingizga sabab balki o'sha O'zbekistonda sog'inganingiz, yaqinlarni sog'inganingiz sabab bo'lgandir. U sabab har kun men bilan yashaydi aka. Amerikaga kelganim kunidan boshlab u sabab har kun men bilan yashaydi. Bu yerdagi mana shuncha topgan hamma narsa uni o'rnini to'ldira olmaydi. Meni nima uspokayit qiladi? Meni eng uspokayit qiladigan narsa, meni bolalarim juda yaxshi hayotda, to'q. O'sha yaxshi maktablarda o'qiyapti. Ota-onam bir joy mazasi bo'lmay qolsa, bir nima qilsa, ular menga ishonadi. Men ularga yordam qilishimga ishonaman. O'sha meni har bitta musofirda o'sha narsa taskin berib turadi deyman. Ya'ni qiladigan ishi. Buni olib qaraydigan bo'lsak, bitta erkak kishini bir o'zi boshiga bo'ladigan bo'lsa, bir kosa ovqat bilan ham qorni to'yadi, o'sha ertalab turadi, kechqurun uyga kirib yotadi. U siz aytadigan narsa har kuni men bilan yashaydi. U sog'inch men bilan har kuni bor. Agar o'sha imkon bo'lib turib, bir kun o'sha imkon paydo bo'lsa, men birinchi reys bilan uyimga uchib ketaman.
Demak, siz farzandlaringiz, oilangiz O'zbekistonda. Oilam, farzandlarim O'zbekistonda. U sog'inch juda katta narsa, u juda qiynagan. Unga ham to'g'ri bog'liq. Yoqdan chiqib kelishim. O'sha safarga chiqsa yaxshida odam, safarda restart bo'ladi. Psixologik, o'sha ichki restart. Yangi odamlar, yangi tanish, yangi muhit, yangi joy sizni qaysidir ma'noda chalg'itib turadi. O'shani hisobiga siz bu yerga moslashasizda, bu yoqdagi stressdan chiqasiz. Eng katta o'zi trafik yo'q Filadelfiyada. Parking ticket yo'q. Shu Filadelfiya juda katta pluslar bor. Rent arzon. Zo'r. Endi mana bu posbon bo'lib ishga kirganingiz bu yoqda Filadelfiyada bo'ldimi? Yo'q, Nyu-Yorkda. Nyu-Yorkda o'z Nyu-Yorkda bo'lgan. Bu yerda oylik berishadi bunaqa posbonlarga? Yo'q. Siz shunchaki tekinga Ko'ngilli ishlaysiz. Ko'ngilli, chunki o'sha aytdim-ku, bu ham diniy, ham dunyoviy jihatdan ham afzalda. O'sha ya'ni siz yordamga tayyor bo'lishingiz, o'zingizga ham qaysidir ma'noda bu dunyoga shunday kelib, shunday yashab ketmayapsiz-da. Qaysidir ma'noda kimgadir zarracha bo'lsa ham yordamingiz tegishligi bu juda yaxshi. O'shani ayta olasizmi? Qanaqadir plyus tomonlari bormi hujjat olish uchun yoki qanaqadir yana plyus tomonlari işte o'zimiznikilar jamiyatda shunaqa jamiyatda mana shunaqa plyuslari bor yana undan tashqari ayta olasiz? Yo'q. Buni hech qanday plyus tomoni yo'q. Bir advokatga shunday savol bersam, sen qanchalik yaxshi inson bo'lsang, bu sen uchun plyus. Sudyaga boshqa narsani isbotlab berishing kerak degan. Hujjat qilish uchun yordam bermaydi. Yo'q. Sizning hujjatlaringiz bormi? Hujjatlarim bor, ha. Ha, hujjatlarim. Faqat green kartam yo'q. Qolgan hamma hujjatlarim bor. Hozir. Tut. Alo, aysizmi? İltimos kelib, formaga olib turibdi. Tinch kelib. Ha, yana bitta bor. O'zimizda. Aka, siz medalyoningizdan bormi? Medalyon berishadimi bu uchun? Ha, endi bizga shunaqa jeton berishadi. U Temirlik, ha? Temir. O'sha yomon qayt qilaman-da, aka, o'sha jeton. Ya, endi siz uni yomon maqsadlarda foydalanmang-da. Odamlar qo'rqitgan. O'zi hozir vaziyat og'ir. Aka, bu nimani merisi oldida bunaqa migalka ham bormi? Qo'q qilib yotgan? Yo'q. Unaqa yo'q. Unaqa Samarqandda bor. Yo'q. Faqat Samarqandda bo'ladi. Yo'q, aka, siz tipi nima-ku siz ham davlat xodimi-ku. Sizga berilmaydimi shunaqa migalkalar? Yo'q. Svetoforlar. Unaqalar berilmaydi, ha? Ha, qanaqadir nimasi bor, masalan, u medalyon bilan masalan gayfay to'xtatib qolsam, va o'zimizdan ekansan ketur deydi. Shunaqa qanaqa preimуществоsi bor, preimуществоsi bor. Endi bizda har xil holatlar bo'ladi. Ko'p bo'lgan suitsid holatlari, shu stress ko'p. Bu davlatda stress ko'p. Bilasizmi? Odamlar juda ham katta stressda yashaydi. Suitsid juda ko'p. Suitsid juda ko'p. Ko'p holatlar bo'lgan. Endi men ayta olmayman. Mana o'zimizda millat vakillari o'zini o'zi joniga qasd qiladigan. Biz o'sha yetib borganmiz, unga to'g'ri tushuncha berib, o'sha diniy taraflama yoki dunyoviy taraflama bu ish noto'g'rilik haqida uni to'g'ri yo'lga chaqirishga harakat qilamizda. Shu paytlari shtatdan shtatga kelib ketishimiz mumkin. O'sha holatlarda, ayrim holatlarda yordam beradi, ayrim holatlarda qonuniy yordam bermaydi. Yo'q, xo'p, o'sha momentda masalan Nyu-Yorkda yevreylarda bordi shu narsa. Shmera bor, ha. Shu любой xil mashinada bor shu migalka signalni yoqib chiylab teradi-da. Siz srochni chog'irib qoldi masalan. Siz haqqingiz yo'q tez yurishga. Yo'q. Balkim ularning tashkilotlari boshqacharoq-da nisbatan. Nisbatan boshqacharoq. Bizda unday emas. Suitsid holatlar deyapsiz-da. Shu o'zini joniga qasd qilish qanaqa yomonni esdan chiqmayotgan holat bo'lgan? Eslaringda bo'lsa, bitta bola jiyanlarini, oyisini Nyu-Yorkda 4 ta odam o'ldirdi. Biz o'sha yerga borib ko'rganmiz-da shu holatni. Juda ham eslasangiz qo'rqinchli holat bo'lgan.
Qo'qonda o'sha vaziyatni ko'rganmiz, eslashganman. O'sha eng yomon holati shu bo'lganda. O'sha eshitganimizda o'sha bola narkoman bo'lgan deb. Bir nimani ta'sirida bo'lgan deyishganda endi qanaqadir psixotropmi yoki o'sha narkotrop vositani ta'sirida bo'lgan deyishgan. O'zini onasini, keyin jiyanlarini hammasini Paketga tiqib shunaqa qilib qo'yishgan. Mana masalan, men tasavvur qilamiz. Men shunaqa stress holatdaman. Men O'zbekistonlikman. Men tamom jinni qilib o'tibman. Siz kelasizmi shunda? Men yordami? Polis bilan qo'shilgan holda? Sizga doktor yordamga keladi birinchi. Sizga vrach yordam berish kerak aka. Sizga vrach yo'q, men vrach emas-ku men siz sog'lom bo'lib, o'sha ma'lum bir holatga qaytganingizdan keyin o'sha bizni chaqirtirib yoki biz misol uchun Samandar akam aytadilarki, shu Abdurashid bilan kelib bir gaplashib ketinglar, bir qaysidir ma'noda diniy o'sha jihatdanmi yoki boshqa bir gaplashib, suhbatlashib, to'g'ri ma'lumot, to'g'ri bir yo'l ko'rsatib ketinglar desalar, biz borib siz bilan gaplashib, tushuntirib, misol uchun sizga ozroq ma'noda dalda bo'lishga harakat qilamiz. Biz misol uchun sizga unaqa holatingizda vrach faqat yordam beriladi aka. Mana o'zi siz ko'p mana ko'rib gaplar bilan gaplashgan bo'lsangiz, sabab nima? Odamlarda eng katta muammo o'zimizga orasida. Stress holatlarimi? Stress nimadan unaqa stressga kelib chiqyapti? Aytyapman-ku, oiladagi muhit, mana bir-birini tushuna olmaslik, o'sha har xil bo'ladigan holatlar, ularni bu davlat uchun u normal holat, lekin biz uchun u normal holat emas. Nima imini? Oilada asosiy mana yoshlarni tarbiyasi, ya'ni o'sha gapiga kirmaslik. Siz ham olib chiqdingiz-ku, ya'ni sizga bekorga aytmadim-ku, o'sha aktual muammoni olib chiqdingiz. Shu holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Misol uchun mana yaqinda bir imomimiz ham aytayaptiki, u yig'lab kelgan bolasi shu men boshqa jinsga mansub ekanim, men boshqa jinsli odam ekanim degan. Endi u bolani qanday qaytarishadi aka? Qiyin masala. Ota-ona yig'lab kelyapti. U tuppa-tuzuk bola bo'lgan. Tuppa-tuzuk shu ibodat ham qilgan boshqa. Shunaqa bolaga aylanib qolyapti. Tushunyapsizmi? U stress. Ota-ona uchun stress u. U bolaga endi uni qaytaraman desa, u men deydi shunaqa davlatda yashayapman, men shunaqa erkinlikka egaman deydi. Men shu xohlagan ishimni qila olaman deydi. Qarang, mana shu shunaqa holatlar kelib chiqmasligi uchun masalan nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'zimizga, farzandlariga qanday to'g'ri yondashib shu narsaning noto'g'riligini tushuntirish kerak deb o'ylaysiz? Bu narsani avvalasi o'sha maktablarni to'g'ri tanlash kerak. Maktab beradi-ku, iloji boricha, yani hamma ham o'ziga fazolat qila olmaydi. Lekin o'sha bizni o'sha dinimizga moslashgan deymizmi yo shu taraflar o'sha islomiy maktablargami o'qitish kerak avvalasi. Keyin albatta oiladagi bizda bu yerda hamma ishlaydi, ko'p bolaga vaqt ajrata olmaydi-da, chunki hamma ish bilan band. Lekin oilaga vaqt ko'proq ajratishga harakat qilish kerak. Ko'p bolalar bilan bolani ko'proq band qilish kerak. Sport to'garaklari bor, o'sha qo'shimcha darslar bor. Bola ko'proq band bo'lish kerak. O'shanda shu narsalarga kelib chiqmaslikka harakat qilsa bo'ladi. Lekin bu juda og'ir. Demak, o'shaqa qilmayapti-da, bizanikilar bolaga vaqt ajratmayapti ko'proq. Chunki ish bu yerda bilasizku, rent, qo'sha har xil billar. Ishlamasangiz bo'lmaydi. Ishlash kerak. Faqat ishlash kerak. Uchastka qilish kerak u yoqda ham. Uchastka uchastka ham qilish kerak. Ikkita uchastka qilish kerak. Chunki aytadi-ku, yashashmi, o'lishmi desa, yo'q. Albatta yashash. Chunki o'g'li kvartiralarni ko'paytirish kerak. Qo'sha mashinalarni olishimiz kerak. U yo'q masalasi birga bo'lar-da. Yashashimiz kerak. Biz butun umr yashaymiz-ku. Uylarda. Nima qilamiz? Qilamiz. Mehrojga qancha pul bersaga ketgan bo'lasiz Amerikaga? Amerikadan uzr. Amerikadan O'zbekistonga.
Albatta bitta chemadonda pulim bor o'shandan. Ikkita chemadana. Ikkita chemadon. Ikkita chemadonga o'zi bo'lasiz ketishga. Ikkita chemadon. Ertani o'zi bilet olib. Ha, hozir ham agar bo'lsa hozir Hozir jet oladi. hozir chiqib ketaman. Eslasam bilasizmi o'shin bilan? Akani bilasiz. Tez klassda yarmi to'lanmagan qoladi ketadi. Nima qilaman tez klassda? Mana o'shunaqa. Mana O'shunaqa deydi. mana hammasini shart-sharoitini olib qo'yganman, hisob kitobini. Zo'r. Qarang, Mehroj aka, mana hozir kunda mana demak siz polniy shu o'zbek jamiyatini ichida ularning muammolari bilan yuribsiz, ko'ryapsiz. Qanaqa yana aktual muammolar bor meni o'zimiznikilar orasida, o'zbeklar orasida? Prям aktual siz ko'rayotgan muammolardan, shu to'g'rilash kerak bo'lgan tomonlari. O'zimizdami? Основной aktual muammolar bizda o'sha qadriyatlarimiz yo'qolib ketishida. Mana shu bizdagi bo'lgan o'sha asosiy tushunchalar ana shular biz ko'proq hozirgi kunda yo'qotib qo'yapmiz. O'sha bir-birimizga bo'lgan hurmat, bir-birimizga bo'lgan ishonch. Chunki ko'p ishonch ham ishonmay qo'ydikda bir-birimizga. Nimada ko'rinyapti bu imенно? Har xil sohalarda ko'rishimiz mumkin. Har xil jabhalarda ko'rishimiz mumkin. Misollar bilan ayta olasizmi? Qanaqa masalan? Qaysi ma'no? Ishonch ma'nosida. Yo'q, o'sha mana yo'qolib ketyapti shuni deyapsiz-ku. Imенно qanaqa nima joylarda ko'rinyapti shu narsa? Qaysi ma'noda desak, ko'cha-kuyda ham ko'p e'tibor beramiz. Salom bersak, haliga olmay burilib ketib qolyapmiz. Men o'zim ko'p kuzatganman. Amerikadami? Ha? Bu men o'ylaymanki, ko'plarda shunaqa voqealar bo'lyapti. Keyin bir-birimizga yordam bermay qo'ydik desak ham bo'ladi. Keyin o'zimizda ichimizdan chiqyapti o'sha tabaqalarni, shu ajratishlik, sen hujjatli, sen hujjatsiz yoki ayrim joylarda mana kirib o'qiymiz. Mana shu ayslarga, mana shu xonadonga kelsang, mana shuncha behujjat yashayapti. Mana shu shunday degan ma'lumotni o'zimiz beryapmiz, o'zimizga nisbatan. Bo'lyaptimi shunaqa? Ha, bo'lyapti. O'zimizga o'zimiz qilyapmiz shu. Misol uchun bizda qo'shni davlat millat vakillari biz bilan ishi yo'q. Ular o'zi bilan o'zi ovora. O'zimiz qilyapmiz. Demak, bizda mana bu jamiyatimiz mana endi misol bo'la olmaydi. Endi yahudilar misol qilsak, bittasi oyoqqa turish uchun hamma yopishadi, hamma shuni oyoqqa turg'izadi, uchinchisini. Bizda shuni aksi. Ko'pinchada bizda aksi. Bizda agar biz hozir birlashsak, bu bizni to'xtatib bo'lmaydi. Ishoning, biz juda kuchli kommunitimiz. Umuman hozirgi kecha kunduzda Amerikada o'zbek kommunitisi juda yaxshi hurmat izzatga, e'tiborga ega. E'tibor qilyapsizmi? Umumanda bizni hurmatimiz ham, umuman bizni bu yerdagi o'rnimiz ham juda yaxshi. Bularni millat vakillari orasida fikri bizga nisbatan ham juda yaxshi. Biz juda kuchli millat vakillarimiz. Demak, yaxshi bo'lsa, biz to'g'ri yo'lga ketyapmiz, hammasi yaxshi desak bo'ladimi? Yo'q, biz qaysi ma'noda yaxshi? Biz ichimizda yaxshi emasmiz, deyapman-ku. Bularning nazdida biz yaxshi emasmiz, lekin ichimizda to'g'rilanadigan o'zimizga yarasha yetarli xato kamchiliklarimiz bor. Bu albatta hammada bo'ladi, lekin shular ustida ishlab to'g'rilashimiz kerak. Ya o'sha narsalarni masalan men holardim shu hatto kamchiliklarni ko'proq aytib shu narsani yoritib borsak, kimdir o'sha o'zidagi xatoni ko'rsa, masalan balki to'g'rilar degan ma'noda nima qilmoqchi edim. Endi hozir aytdingiz, men bu narsani eshitdim, mana shu kimdandir dushmanligi bor yoki qanaqa o'rtasida nimasi bor. O'shani qasdini olish uchun ham uni sotib, u ketsin, men xursand bo'laman degan narsa yaxshi narsa emas deb o'ylayman-da. Chunki bu kimga qilyapsan yomonlikni? O'zingnikigami? Bunaqa narsani boshqa narsalarda ham o'sha Ahoyda yaqinda bo'lganimizda ham eshitdik, что o'zimizda vatandoshlar shop ochib, ustaxona ochib, trak remont qiladi va o'sha remontga keladigan o'zimiz o'zbeklarni shu otishda pulga. Shunaqalar ham bor ekanda, hayron qolasizda eshitib.
именно o'zinikini. Endi u bechara o'zbek driver til bilmagandan именно o'zbekni shopini topib boradi. Bu meni tushunadi, bu meni aldamaydi deb o'ylaydi-da, umid qiladi. Bu именно o'shandan foydalanib, shu uni shu nima deydi, ko'proq narsasini, zapchastini ketmagan, hali remontga kelmagan qismini ham remont almashtirishing kerak deb turib, ko'proq uni charj qilib pulini olsa ekanda. Shunaqa narsalarni eshitib, to'g'ri juda odam xafa bo'lib ketadi-da. Shu o'zimizniki bo'lib turib, o'zimiznikini nima qilasan, unaqa qilib. U ham bechara trakda oson pul topmaydi-da, uyqulardan qolib, masalan, kecha kunduz ishlab, shu buni bolalarning rizqidan olyapsan-da, topib qolyapsan. Albatta, yoki mana bu ko'p eshitamiz, o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Shu berayotgan yuklarni, olayotgan narxi boshqacha, driverga ko'rsatadigan narxi boshqacha. Ko'p endi ichiga kirsak ko'p narsa bor, lekin endi hamma o'zini qarash bilan qaraydi, lekin yaxshi tomonlarimiz ham ko'p, yomon tomonlarimiz ham aytganimdek o'ziga yetarlicha ishlashimiz kerak. Hammani o'zi baribir vijdoniga bog'liq. Hamma o'z vijdoniga quloq solib, shu to'g'ri yo'l bilan bir-birimizga yordam beradigan bo'lsak, yaxshi natijalarga erishamiz albatta. Hamma odam ham bunday emas, lekin Samandar aka. Demoqchiman, ba'zilar. Lekin shunday insonlar, ko'p insonlar bor, qancha insonlarga bir-biriga yordam berishyapti. Qancha oyoqqa turishiga harakat qilib yordam beryapti. Kelganlarga bir inson bilan suhbatlashib qoldim. U inson Toshkentda yuridik institutda o'qiganlar va o'sha kursdoshlari bo'lgan, kursdoshlari qarindoshlari Amerikada. U kishi shu Meksika orqali bu yerga kelyaptilar, shu telefon qilyapti kursdoshiga, shu yordam berib oladimi shu yerdagi qarindoshlaring desa, ular bo'lmasa boshqa millat vakillari, boshqa din vakillari. Shunaqa kutib olishdi deyapti. Men xayolimga ham keltirmagandi deyapti. Bunaqa kutib olishdi. Shunaqa kutib olishib, hujjatlarga, advokatlargacha pulini to'lab, oyoqqa turg'izib, hozir shu odam juda zo'r oyoqqa turib ketganda, shunaqa yordam berib o'rgan. Qarang. Bizlar ham shunaqa ishlar bilan ko'proq shug'ullansak, albatta hammamiz oyoqqa turamiz. Zo'r, lekin endi hammaga yordam berib yurishga ham sharoit vazmoyish yo'q-ku. Odamlar bu yerda shu vaqtini, soatini shu ko'proq ishlasam, ko'proq daromad qilsam degan narsada. Deb tushundim. Lekin men demoqchimanki, o'zimizning millat vakillarida ham shunaqa patriotlar bor. Shunaqa vaqt ajratyapti ham, qilyapti ham, misol uchun. Birov bildirib qiladi, birov bildirmay qiladi. Endi qarang, mana hozir o'zingiz aytyapsiz, mana shu o'zimizlarga yordam bo'lsin deb, masalan, mana shunaqa postpon desa bo'ladi. Postpon desa bo'ladi. O'zimizga tushunarli. Postpon bo'lib ishlayapsiz, o'zimizlar ichida shu yordam qilib, nima qilyapsiz, xolis qilyapsiz narsani deb aytyapsiz. Asosiy daromadni qayerdan qilyapsiz hozir bu yerda? Sizning asosiy daromadingiz qayerdan? Asosiy daromadim, men advokaturada ofisniy работникman. И plus marketing bilan shug'ullanaman. Daromadim shundan. Advokatura yaxshi oylik beradimi? Yaxshi oylik beradi, ha. Advokatura yaxshi oylik beradi. Undan tashqari o'sha marketingi bilan shug'ullanganim uchun alohida u men o'zimning bonuslarim, alohida o'zimni o'sha okladlarim qo'shiladi, oyliklarimga. Qancha topasiz oyga? Endi gidetalar topaman. Yaxshi topaman. Amerikada yaxshi topaman. Xudoga shukr. Yaxshi topadigan bo'ldim deyaylik. Mana yaqin o'rtadanda. Endi birdan bo'lmadi. Yaxshi topadigan bo'ldim. Shu vaqt bo'ldi, sabr kerak bo'ldi. Hozir yaxshi pul topaman. Ajoyib. Menda variant bor, filosofik savollarimiz berib, chunki vaqtimiz chegaralangan, o'shanga filosofik savollarimiz biz prototip bo'lmasangizga filosofik savollar va tugatsak bu ajoyib razgovorimizni Mr. Ice xodim bilan, polis xodim bilan. Yo'q, o'sha Chaplin. Mehroch aka Chaplin xodimi. Xo'p, Mehroch aka. Baxt siz nazaringizda nima aka? Baxt shaxsan men nazarimda baxt bu eng avvalasi tinchlik. Tinchlik qay jabhada bo'lishdan qat'iy nazar. Ya'ni bu vatan tinchligi, bu ya'ni oila tinchligi.
o'sha butun yurt tinchligi. Bu eng asosiy baxtni men shunda ko'raman. Chunki tinchlikni orqasidan hamma yaxshiliklar keladi. Baxt men uchun tinchlik. Oilasi tinch bo'lgan odam nima bo'ladi? Natselinni bo'ladi, energiya bo'ladi, ko'p ishlarni harakat qiladi. Vatani tinch bo'lgan odam undan ham zo'r harakatlarni qiladi. Dunyo tinch bo'lsa, hamma zo'r harakatlarni, energiyani bo'ladi. Ajoyib javob. Baxt tinchlikda deb o'ylayman men dunyoqarashim bo'yicha. Ajoyib javob. Shu endi United States of America nimani berdi sizga shu vaqt? I can talk about it like hour, 1 hour, 2 hour, like the 3 hours. Oh, United States of America. Anglichangiz yaxshi ekan-a? Meniki rosa non-inglishda ozgina. Sizniki non-inglish, siz West Stationga tushmang, trakka chiqasiz. Tushib keldim trakdan aka. Bo'lib chiqmang siz. Hozir kecha kunduzda chiqmang. Shunday meni ushladilar. Non-inglish dedilar. Non-inglish. Non-inglish. Good dedimi? Ha, good dedim. O'zingiz tushasan dedi, tushib qo'yaymi? Yo'q, o'zim tushaman dedim. Shuni tushib ketdim aka, tamom. Yuribman, mana kelibsizlar, gapirib qo'yindi. Amerika menga jamiyatda o'zimni zo'r shaxs sifatida shakllanishimga va ikkinchisi finansoviy независимый bo'lishimga yordam berdi. Buni degan borki, я хочу зарабатывать много денег и доказать людям, что деньги это не важно. Xuddi shu narsada menga shu aytyapman, jamiyatda o'zimni o'rnimni konkretni pozitsiyamni qo'yib, shaxs sifatida zo'r shakllanishga yordam berdi. Ikkinchisi finansoviy независимостьga erishtirdi meni Amerika. Menga juda katta experience berdi. Bu experience'ni siz pulga ham sotib ola olmaysizda. Bu juda katta experience, juda katta maktab. Asosiy 3 ta narsani berdi. Bu 3 ta narsasi bo'lgan odam albatta erkin odam hisoblanadi. Ajoyib. Xo'p, juda ham zo'r podkast bo'ldi. Mazza qildim sizdan suhbatlashib. Men o'ylayman, Samandar aka ham mazza qilasiz sizdan suhbatlashib. Samandar akam san zerikdilar. Yo'q, nimaga? Yo'q, sezdim. Yo charchadilar. Samandar aka san zerikdilar yo. Men xayol bo'yicha. Samandar aka mazza qildilar. Samandar aka qanchalik mazza qilaversalar, shunchalik ovozlar pasayib ketaveradi. Yo, endi men to'g'risini aytsam, katta podkastlarga chiqqanman. Endi bu podkastga sal qisqaroq javob berdim. Endi bundan keyin yana katta boshqacha tayyorlanib kelishga harakat qilaman. Sizlar bilan endi ma'lum bir vaqtdan keyin uchrashsak, uje endi kechirasizlar, bu safar telefon qilib vaqt o'tkazmayman. Bu payt men uje dollaroviy millioner bo'lamanmi balkim, yo so'mda millioner bo'lamanmi? Suzchani ko'rib qoldik. Bunga juda ham katta rahmat deymiz. Bunaqa sizlarga katta rahmat. Tan olish kerak. Mana mana shunday studiyalarda podkast olayotganimizni sababchilari ham bular. Siz Ya bu lekin xolisida o'ylamanglar, bu chista xolis. Shunaqa narsani gazaq berdingiz. Ayni kerak vaqtda kerak inson uchratib, mana ishlarimiz hal bo'ldi. Katta rahmat. Ana u Pandada aytgan gapda, Panda multfilmida. Случайность, не случайно deydi. Именно случайности не бывает. Bizlarning skromligina podkastimizda ikkovli samimiy gaplaringiz. Bitta haqli o'sha savolim, oxirgi savolim edi. Endi hammasini bo'lmagandir. Keling endi shu bo'lsa kimgadir dars bo'lsin. Mana Amerikaga kelib qilgan xatolaringizni aytib keting, işte mana shu xatolarni qilmanglar, işte mana qilgan xatolar. Hammasi tekis bo'lmagan, qayerdadir xatoliklar bo'lgan. Keling mana shuni aytib keting. Bunlik uydagilarni ko'radi. Yo'q, unaqa xatolar emas aka. Normal odamlar aytadi. Men xato qilmaganman. Men umuman xato qilmayman hayotda. O'zi по жизни men to'g'ri yuradigan odamman. Xatolarni men chetlab shunday o'tib ketaman. Bir do'stim xato qilgan lekin. O'sha bir do'stim. O'sha do'stingiz qilgan xatolarni ayting, kaklar. Ali degan shu do'stim eng katta qilgan xatosi Amerika kinolarni ko'p ko'rgan, ya'ni Amerika o'sha bir-biriga gap, ya'ni o'sha ishonchga qurilgan davlat, faqat so'zlarga bir-biriga ishonchi bor, bular aldamaydi deb Facebookdan 2024-yil Malibu'ni zakaz qilib qo'yib, keyin ikkita qo'sha ispanmi o'sha qora millat vakillari olib kelib berishgan, unga fake title'ni berib ketishgan. Bir haftadan keyin u o'sha rental garaj chiqib, mashinani topa olmagan. O'sha shu qarang.
Yana 1,5 minut vaqtimiz qoldi. Shunday qilib, shunaqa xatolik qilmanglar do'stlar. Iltimos Facebookda boshini olmanglar. Buyurun. Ya pulini to'liq berib qo'ymanglar. Havolaga O'sha Aliga rahmim keladi havolagacha. Mehmonga katta rahmat siz akajon. Zo'r bo'ldi, podkast dahshat bo'ldi. Rahmat amalaring. Birdaniga hozir roman tugatamiz. Sizlarga kattakon rahmat. Bugungi podkast men o'ylayman zo'r bo'ldi. Endi manfaatli gaplar bo'ldi, manfaatsiz mo'j gaplar bo'lgandir. Ha, agar kimga to'g'ri advokat kerak bo'lsa, sizlarga murojaat qilsin. Albatta. Bizga murojaat qilinglar, biz keyin Mehmonga murojaat qilamiz. Rahmat hammaga. Shunaqa pozitiv ruhda podkast tugatamiz. Sog' bo'linglar. Kattakon rahmat, brat. Kattakon rahmat Mehmonga. Zo'r bo'ldi akajon. Kattakon rahmat hammaga. Yaxshi bo'linglar. Bye bye.